hamma mendan Dilbar qo'lingizdagi bilaguzukga qayerdan olgansiz, qayerdan olgansiz deb yozishyapti. Qayerdan olgansiz? Nimaga yechmaysiz uni? Qanaqa tushuntirsam ekan, men buni yechaman, quvvatim ketadi. Nimaga? Nima degani u? Magnit. Men tokka bora olmayman. Nega? Kipsiz qolmayman, piltan suqolmayman, tez qolmayman, piltan suqolmayman. Tok uradi. Sizni tok uradimi? Uradi. Qanaqasiga? Bilmayman qanaqa. Qo'lingiz tiqmasangiz tok urmaydi? Mana onam choy qo'y deydi. Kipsiga qo'yaman choynakka. Уже tok tiqqandan keyin boshdan o'shaning uchun yo yerdan bo'lan yoki energiya ham bormi? Keyin turnoqim ichidan tok chiqadi. Tirnog'ingiz Ichidan tok chiqadi. O'shaning uchun mana shuni taqib olsangiz tok olaman, u tok tushib turadi. Chunki temirda tok temirga uriladi. Temir ona magnit. Men bir ikki marta o'chqizildi ham, dada qo'lim tok uryapti dedim. Angorga tushsa yurchaydi, bilar ekanmi? Tanladi. Shuncha bilaguzuk olib ber taqib qo'ydi. Oyog'imgacha qo'yguncha taqib qo'ydi. Yo'q. Keyin qarab tok o'zi o'chdi.